Ko'pchilik odamlar uy qidiradi. Aslida esa joyni to'g'ri tanlash kerak. Bugun Novza metrosi yaqinida masjid yonida joylashgan uchastkamizni birgalikda obzorini ko'ramiz. Yettiterak mahallasida joylashgan ushbu 2 qavatli uchastkamiz 8 sotix bo'lib 8 xonadan iborat. Undan tashqari o'zining 250 kvadrat metrli podvaliga ega. Uyning birinchi qavatida mehmonlar uchun zal, sanuzeli bilan birgalikda bitta yotoqxona, oshxona va oshxonaning oldida yana bitta xona. Birinchi qavat umumiy 3 xonadan iborat. Oshxonadan chiqishingiz bilan pastga tushadigan zina va zinaning tagida kattagina podvali bor. Hadeb zalga ovora bo'lib borib yurmasdan, podvaldan trenajyorli zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Issiq suv hamda xonalarni isituvchi gaz tizimi ham shu yer to'lada joylashgan. Undan tashqari ortiqcha narsalar yoki qish uchun yopilgan narsalarni tartibli qilib terib qo'yish uchun podvalda yana bir alohida xona mavjud. Zali kattaligini qaranglar. Bu yoq ikkinchi qavat. O'ng tomonda kattalar yotoqxonasi, bu yoqda ikkita detskiy xona. Kattalar yotoqxonasi o'zining sanuzeli bilan birgalikda. Hovlida basseyn hamda letniy kuxnya joylashgan. Letniy kuxnyaning yonidan yana podvalga tushadigan yo'lak bor.